faoliyatini tahlil etish va rejalashtirish mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Dastlab ushbu mavzu bo'yicha 5 holat bo'yicha demak biznes faoliyatini iqtisodiy tahlil qilish asoslari ko'rib chiqamiz. Ya'ni biznes faoliyatini iqtisodiy tahlil qilish asoslariga aslida biznes faoliyati natijalari sistematik va kompleks tahlil qilinadi. Ya'ni sistematik tahlilda doimo o'zgarib turuvchi bozor muhitini tahlil qilishda biznes faoliyatini foydali va raqobat qabul qilishni ta'minlash uchun tahlil qilinadi deb aytishimiz mumkin. Va yana aytishimiz mumkin, har qanday biznes faoliyati o'zini katta kichikligiga, faoliyat yo'nalishiga, foydali yoki zarar ko'ruvchi ekanligidan qat'iy nazar bozor muhiti bilan o'zaro harakat qiluvchi murakkab tizim bo'ladi. Va biznes faoliyatini birgina ko'rsatkich bilan, ya'ni foyda ko'rsatkichi bilan ifodalashimiz mumkin emas. Chunki buni demak ifodalaydigan ko'rsatkichlarimiz bir qator bor. U ko'rsatkichlar tizimga asoslanadi. Ya'ni bunday ko'rsatkichlar dastlab o'sha foyda, sotilgan mahsulot hajmi yoki ko'rsatilgan xizmat hajmi, moddiy xarajatlar, mehnat haqi fondi, ishchilar soni va hokazolar, ya'ni o'sha biznes faoliyatining oxirgi natijalarini tasvirlovchi ko'rsatkichlar kiradi. Demak, biznes amaliyotida ikkala tahlil, ya'ni turini farqlash mumkin. Ya'ni strategik tahlil, operativ tahlil va strategik tahlil biznes faoliyatini kuchli va ojiz tomonlarini, imkoniyatlari va xavf-xatarlarini ayniqsa demak o'sha aniqlashga yo'naltiriladi deb aytishimiz mumkin. Strategik tahlil asosan biznes faoliyatini sifat xarakteristikalarini tavsifnomasini beradi bizga. Endi operativ tahlil biznes faoliyatini faoliyat natijalarini baholashga yo'naltirilgan bo'ladi va operativ tahlil mahsulot sifatini ta'minlashda va xarajatlarni optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. U resurslarni boshqarishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi. Operativ tahlil, ya'ni ishlab chiqarish xo'jaligi faoliyatining barcha tomon va jihatlariga taalluqli bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni birinchisi biznes faoliyatining natijalarini tahlil qilish, keyingisi ishlab chiqarish xarajatlarini tahlili va mahsulot tahlilidan iborat bo'ladi. 5 holati bo'yicha biznes va xususiy korxonalar faoliyati samaradorligi tahlili, ya'ni samaradorlik so'zi natija degan ma'noni bildiradi va korxonalar iqtisodiyotiga bag'ishlangan aksariyat adabiyotlarda ishlab chiqarishning faqatgina iqtisodiy samaradorligi haqida so'z ketadi. Ya'ni ushbu holat bo'yicha samaradorlikka qo'shimcha ta'rif beradigan bo'lsak, avvalo korxona faoliyatining sifat jihatlarini tafsillovchi tushuncha, u samara toifasidan kelib chiqadi hamda unga qaraganda murakkab va kompleks tavsifga ega. Iqtisodiy samaradorlikka dastlab tushunchalar beradigan bo'lsak, iqtisodiy samaradorlik o'zi nima? Iqtisodiy samaradorlikka qaraganda demak bir muncha tom ma'noni beradi. Ya'ni samaradorlikka nisbatan u qabul qilinayotgan qarorlarning xo'jalik yuritishda maqsadga muvofiqligini tavsiflaydi hamda barcha hollarda samaraning unga erishish uchun ketgan xarajatlar, ishlab chiqarish resurslariga nisbati sifatida aniqlanadi. Ya'ni xarajatlar qanchalik kam bo'lsa, mahsulot sifati ta'sir holati bo'yicha ham mahsulot sifatiga ta'sir qilmagan holda bo'ladi. Ya'ni samara shuncha demak shunchalik ortadi, demak iqtisodiy samaradorlik ham ortadi deyishimiz mumkin. Endi ijtimoiy iqtisodiy samaradorlik bo'ladi. Bu demak chegaralangan resurslardan oqilona foydalangan holda erishilgan aholining ijtimoiy iqtisodiy iste'moli darajasini yuksaltirishdir deb aytishimiz mumkin. Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlarni qondirilish holatiga bo'lsa, inson kamolotining yuksalishi, moddiy va ijtimoiy farovonligining o'sishi, madaniy va ma'naviy jihatdan rivojlanishiga ko'rinishi mumkin albatta. Endi ishlab chiqarish samaradorligi ham bor. Bu degani har bir korxona faoliyatining eng asosiy vazifasi hisoblanadi va xo'jalik yuritishining sifat va miqdor ko'rsatkichlarini shuningdek demak buyumlashgan va jonli mehnat xarajatlari hamda olingan natijalar o'rtasidagi munosabatni ifodalaydi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish holati bo'yicha ta'rif berib o'tamiz. Ya'ni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish korxona rahbariyatining doimiy vazifasi bo'lib, bu vazifani yechish amaliyotda quyidagi omillar bilan
bog'liq bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun quyida berilgan omillarni demak bog'liq holatda o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, bu yerda bozor talablariga javob beruvchi yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishda eng kam xarajatlar bilan ishlab chiqarishning maksimal hajmini ta'minlovchi optimal ishlab chiqarish jarayonini tanlashga aytishimiz mumkin. Keyingisida iste'molchilar talabini qondirishga yo'naltirilgan mahsulotni sotish va yuqori daromad foyda olishni ham aytishimiz mumkin. Aylanma vositalarini tejash imkoniyatini yaratuvchi optimal ishlab chiqarish zaxiralarini yaratish, ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligi oshishining tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat. Ya'ni bu yerda to'rtta holat ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirish holati bo'yicha quyidagi holatlar: mahsulot sifati va tarkibining yaxshilanishi, jonli mehnat unumdorligini oshishi, material sarfining kamayishi va fond samarasining oshishini aytishimiz mumkin bo'ladi albatta. Keyingi slaydimizda o'sha biznes faoliyatini rejalashtirish usullari, har qanday biznes faoliyati o'z faoliyat yo'nalishidan qat'iy nazar rejalashtirilish bilan shug'ullanish kerak albatta. Ya'ni dastlab rejalashtirish qanchalik reja puxta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik o'sha biznesning istiqboli yaxshiroq bo'ladi albatta. Rejalashtirish deganda biznes faoliyatining aniq kelajakdagi maqsadini aniqlash, ularni amalga oshirish usullarining tahlili va resurslar bilan ta'minoti tushuniladi. Tadbirkor faoliyatini rejalashtirish ko'pgina afzalliklarga ega. U rahbar va mutaxassislarni doimo kelajak uchun fikrlashga rag'batlantiradi va rejalarni ishlab chiqarish va bajarish jarayonida biznes faoliyat tomonidan qilinayotgan ishlarni aniq muvaffaqiyatlashtirish amalga oshiriladi. Bu tashkilot o'z vazifalarini aniq belgilashga majbur qiladi, ya'ni rejalashtirish tashkilotlarini to'satdan bo'ladigan o'zgarishlarga tayyor qiladi va mansabdor shaxslar vazifalarini va o'zaro munosabatlarini demak ko'rgazmali ravishda namoyon qiladi deb aytsak bo'ladi. Va endi bu yerda ko'rishimiz mumkin maqsad va vazifalarni belgilash, resurslar, munosiblik o'rganish, reja bajarilishini tahlil qilish, reja bajarilishi holatini nazorat qilish kerak bo'ladi deb quyida aytib o'tilyapti. Ya'ni reja tuzilgandan keyin albatta ularni demak o'sha holati bo'yicha albatta bajarilishini tahlil qilishimiz kerak bo'ladi va yakunida albatta har doim ham biznesni nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni reja bajarilishini doimiy o'z vaqtida tekshirishimiz, iqtisodiy jarayonning maqsadga muvofiq rivojlanishini ta'minlash holati bo'yicha o'z vaqtida kamchiliklarni oldini olish, ilg'or tajribalarni qo'llash va samaradorlikni aniqlashda yo'naltirilishimiz zarur bo'ladi albatta. Va quyida ko'rishimiz mumkin rasmda tadbirkorlik faoliyatini biznes rejasi, ko'ramiz tadbirkorlik faoliyatining maqsadi va vazifalarini ikki holat bo'yicha yo'naltiramiz va bilib chiqamiz. Birinchisida biznes rejaning umumiy xulosasi, asosiy parametr va ko'rsatkichlari, ikkinchisida tadbirkorlik iste'molchilarga taqdim qilayotgan mahsulot, tovar va xizmatlarning tasnifi, uchinchisida bozor konjunkturasini, talab va sotuv hajmi tahlili. Keyingi qismida ko'rishimiz mumkin harakat dasturi va tashkiliy chora-tadbirlar, bitimning resurslar ta'minoti va bitimning samaradorligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va biznes rejaning ijtimoiy mohiyati, mazmuni, asosiy bo'limlar haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotida ro'y berayotgan to'xtovsiz o'zgarishlar va raqobat darajasining o'sib borish sharoitida faqat mashaqqatli mehnat orqali biznesda muvaffaqiyatga erishish mumkin deyish albatta qiyin. Ya'ni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun biznesimiz aniq maqsadga va unga erishish uchun esa yaxshi rivojlanayotgan strategiyaga ega bo'lish kerak bo'ladi har bitta biznes holati bo'yicha. Boshqacha qilib aytganda bizga biznes reja albatta juda ham zarur. Biznes rejani tayyorlash va undan foydalanish. Albatta biznes rejani tayyorlash jarayonida o'zingiz qaysi yo'nalishda ishlamoqchi bo'lsangiz, shu yo'nalishdagi biznes vakillari, tajribasi bor odamlar bilan muhokama o'tkazadigan bo'lsangiz, o'zingiz demak e'tiboringizdan chetga qolgan holatlar bo'yicha to'ldirishlar bo'ladi. Ya'ni biznes rejani menejer, tadbirkor, firmalar guruhi, konsalting tashkiloti tayyorlashi mumkin. Menejerda yangi mahsulot tayyorlashni o'zlashtirib olish, yangi xizmat ko'rsatish fikri paydo bo'lgan bo'lsa,
yoki u o'z konsepsiyasini mustaqil ravishda amalga oshirishga ahd qilgan bo'lsa, u o'z biznesini rejasini yaratsa bo'ladi deb aytishimiz ham mumkin. Va bugungi mavzuyimiz doirasida qisqacha xulosa qilib aytishimiz mumkin, ya'ni tadbirkorlik faoliyatini strategik va operativ tahlil qilish tasniflanadi. Shuningdek, strategik tahlil biznes faoliyatini kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyat va xavf-xatarlarni aniqlashga yo'naltirilgan deb aytishimiz mumkin. Va hamda tadbirkorlik faoliyatini yuritishdan ko'zlanadigan asosiy maqsad foyda olish albatta. Ya'ni tadbirkorlar foydani ko'paytirishga har doim ham intilishadi. Buning uchun har bitta jarayonni nazorat qilishimiz, o'rganib chiqishimiz juda ham zarur. Ya'ni savdo tashkilotlari daromadining asosiy qismi tovarlarni sotib olish va sotish o'rtasidagi farq hisobidan albatta yuzaga keladi. Ya'ni yuqorida mavzuyimiz doirasida ushbu ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchi edik va hamda ushbu mavzuyimizga oid o'sha prezentatsiyani va ma'ruza matni holatini sizlarga demak learning platformamizga ham joylaganmiz va oxirida test ham